Shayxontohur tumani Aloqa mahallasida bir sotuv quruq yer nech pul? Bilganlar fikringlarni kommentariy yozib ketinglar. 385 sotuvli yer sotuvga chiqqanda bir sotigini 35.500 dollardan ko'rsataman. Orientirni tushuntirib o'taman. Afsona, hamma bilgan Afsona savdo majmuasining yonidan kirib kelasizlar-yu, bir 300 metr kirib kelganda Munavvar qori jome masjidi bor. Bitta mana masjiddan shunda chapga qayilsanglar, bir 60 metr chiqsa kerak Munavvar qori masjidiga. Shunday yurib kelganingizda bitta xonadon, ikkita xonadon, bizning xonadonimizda mana shu bo'ladi. Endi bu joylarda bilasizlar, deyarli hamma mahallada, hamma xonadonlar orqa taraflari sal qiyshuvroq ketgan. Oldi fasad kengligi 10 metr chiqadi, 385 sotuvli yerimiz. Har qayerda yer. Shuna kirib kelamiz, eski imorat. Bu yerda ham ikkita uchta xonalar bor, bu ham eski imorat. Shuna kirib kelar ekanmiz. Bu yo'llar yaxshi kelyapti. Bitta zo'r planirovkada uchastka solsa bo'ladi. Ko'rasizlarmi? Mana masjiddan mana masjidgacha chiqyapti. Bitta katta avtomatik darvoza qo'yib, kaletkasini qo'ysanglar, imoratni bu yoqqa tushirsa, orqa taraf hovlisi ham bor. Uni ham hozir ko'rsatib o'taman. Endi bu joylarda agar yer to'g'ri burchak bo'lsa, 45 mingdan sotuvga qo'yilsa, menimcha bir 2-3 kunda sotilib ketsa kerak. Orqa taraf hovlisini ko'ryapsizlar. Imoratni gretda mana masjidlargacha tushirsa, orqa taraf kuxnya, letniy kuxnyalar qilib qo'ysa ham bo'ladi. 385 sotaq, har bir sotiga 35.500 dollardan so'rashyapti. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa qilib baraka qilinglar.